Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. لبيك إسلامي لبيك لبيك قرآني لبيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Aziz qarindoshlar, aziz do'stlar, bugungi programmamiz yana da'vat to'g'risida bo'lmoqchi va bundan ilgari bir qancha programmalarni davom qildik. Bu programlarda da'vatchininki sifatlari haqida to'xtalgan. Yana bugun da'vatchining sifatidan yeni bir sifat to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bugungi temamiz bo'lsa, da'vatchining insonlarni o'ziga jalb qila oladigan bir xarakterda bir sifatda bo'lishi lozim ekanligi to'g'risida. Ya'ni insonlarni o'ziga jalb qila olmaydigan bir odam da'vatini qanday qila oladi insonlarga? İnsanlarni qanday shaklda da'vat qila oladi? Buning uchun da'vatchi insanlarni o'zi kasb qila oladigan, o'ziga torta oladigan, insonlarga ulgu bo'la oladigan shaklda bir sifatlik inson bo'lish kerak. Shundaq bo'lgan vaqtida undan keyin insonlar bu da'vatni suydi, va da'vatga ergashidi va da'vat uchun o'zlarini fido qiladigan biror askarga aylanadi. Da'vatchining bu sifatda bo'lishi bek bir muhim masala. Yani da'vat kunimizda yani her nurg'un insonlar va da'vatchi va yoki tabliğ qiladi, ammo tabliğiningki bu da'vatning hech bir ta'siri bo'lmaydi. Ba'zi insonlar va o kadar alim bo'lib ketmaylik. İlmiy jihatdan mujiq qudrati yo'q, ammo insonlarga bergan ta'siri nihoyatda cho'ng. Bunun sebebi bo'lsa, insonlarga qanday xitob qilish, insonlarni qanday jalb qilish to'g'risidagi uning talantiga bog'liq bir narsa. Uning uchun bu masala bek muhim. İnsanlarni kasb qilish va yoki insonlarni o'ziga jalb qilish, tortish masalasi bek muhim dedik. Buning muhimligi 5 jihatdan muhim deb qaraymiz. Birinchisi bo'lsa, insonlarning qalbini kasb qilish, insonlarning dilini utish, o insonlarning haqni qabul qilishga bo'lgan bir vasila, bir yo'l. Ba'zi bir insonlar da'vatning o'zini tortib oladi. Va yoki da'vat qilsa, yaqin kelgili bo'lmaydi. Nima uchun desa, çünkü da'vatchi ular bilan moslashanmoqlik.
da'vatchi ularning holiga bakib ish qilinmoqlik. Va yoki da'vatchi o da'vat qilingan kishining nazarida, ko'z qarashida ba'zi bir xatoliklarni qilib saqliq. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalatu vasallam o'zining sahabaga mundaq degan: "Qal ya ayyuhan nasu innakum munfirun." Ey insanlar, sizlar başqa insanlarni qachiryapsizlar deydi. Bu deganligi shuki, da'vatchi bo'lgan inson insonlarning xarakteriga, insonlarning tabiatiga, insonlarning hayoti, maishatiga qarata uslubda ish qilish kerak deydi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vassalam kecha namozlarini nihoyat uzun qilgan bo'lsa, normal odatdagi farz namozlarni va balki de ayollarning qatıladigan va ko'proq jamoat qatıladigan namozlarda qisqa qilganligini. Bunun uchun nima uchun qisqa qildi ya Rasululloh deb so'ralgan vaqtida, chunki men o ayollarningki bolalardan ansirab qilishni xohlamayman deb javob berganligini. Yani bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki insanların psikolojisini bilip şunun qarta da'vat qilganligining işareti. Da'vatchilarimizda bu xil ideya bo'lsa, bu xil tushuncha bo'lsa, da'vatchilarga loyiq shaklda muomala qilishga, ularning qalbini utishga tirishadi. Bu birinci jihatning muhim masala. İkincisi bo'lsa, insanların bazıları insanlarınki, yani da'vatchilarning bazıları insanlarga bo'lgan muomalasida diqqat qilmaydi. İnsanlarning ko'z qarashi, insanlarning qanday qaraydiganligi to'g'risida insonlar muhim emas. Men so'zimni qilsamlar bo'ldi, haqni yetkazdim-ku, yetdi degan shaklda bunday ideyada da'vat qiladi. Shuning uchun insonlar bilan bu da'vatchi orasida cho'ng bir masofa paydo bo'lib qoldi. Ba'zi insonlar bu da'vatchining so'zini yere kelganlikin, yani anlab qo'yadigan shaklda anglaydi. Va yoki bir jamoat bo'lib qolganligi tufaylidan majburiy shaklda anglaydigan bunday bir ahvol yuz beradi. İnsanlarımız, yani da'vatchilarimiz insanlarımızga bu şekilde diqqat qilish kerak ki, insonlarga bo'lgan muomalasi chiroyli muomala bo'lishi kerak. İnsanlarni qanday qilsam qilib, men o'zimning ideyamga, o'zimning fikrimga, o'zimning haq yo'limga kirgizamankin, ularni o'zimning safiga qanday qilib qaytaramankin deydigan bunday bir ideya bo'lsa va muomala qilgan vaqtidami ular shu shaklda muomala qilsa, ondan keyin insonlar o da'vatchining so'zini qabul qiladi, bu da'vatchini yoqtiradi. Kunimizda din dushmanlari bu xil ilmlarni o'qib, ya'ni insonlarni qanday kasb qilasan degan temada insonlarni yetildirib, o'zlariga askar paydo qilib, ularni din uchun dinning ziddiga xizmat qildirdi. Ular nihoyatda ko'p hozirgi tashviqot sohalarida bo'libmi, yani bu xil insonlarni ko'p ko'ngili bo'ladi. Bizning jamiyatimizda shunday bo'lib kelgan. Biz da'vatchilarimiz o'zimizning atrofidagi jamoatimiz bilan mashg'ul bo'lib qilganlik, boshqalar bilan korimiz bo'lmoqlik. Ama başqalar hammani men o'zimning askari qilsam bo'ldi, o'zimga ta'sam bo'ldi deydigan bunday bir ideyada ishlaydi, kecha kunduz ishlaydi. Ama biz da'vatchilarimiz bo'lsa, bu jihatda favqulodda ehmalkorlik bilan insonlarga bo'lgan muomalalarni nihoyatda qo'pol muomala qilish orqali ularni da'vatdan qochirib qo'yadigan bunday ahvollar bor. Onun uchun insonlarga bo'lgan muomalamizni bak yaxshi qilishimiz kerak. Yani muomala qilish jihatda insonlarni kashf qilish
insonlarni o'ziga tortish bak muhim bo'lganligi uchun bu da'vatchida insonlarni kasb qilish va yoki o'ziga tortish jalbkor bo'lish sifatining bo'lishi bak muhim. Üçüncüsü bo'lsa, üçüncü muhimligi, ya'ni insonlarning qalbini tutishning muhimligi üçüncü jihatdan shunday ko'radiki, da'vatchilarningki insonlarning qalbini tutish din dushmanlarining dinga qaratgan kurashlarini azaltidi va yoki uni yo'qqa chiqaradi. Chunki din dushmanlari biz az ilgari deb o'tgandek, ya'ni to'xtamay, tuğmay dinning islom dinining suratini va yoki shaklini yomon ko'rsatishgan insonlarga bu din mushunda qaloq din va yoki mundaq nachar din deydigan dinni yomon ko'rsatadigan pozitsiyada insonlarga tashviqot ilib beradi. Agar biz insanların kesbini, kalbini utup, ola bilan birge bolsak, ola bilan hamkan bolsak, olaga özümüzün derdini anlatalayımız, özümüzün dinini doğru şekilde düşündürelayımız. Ama insanların uzak halatta, insanlar bilan arlaşmay, yürgen takdirimizde, o insanlara biz özümüzün derdini anlatamayız, özümüzün dinini düşündüremayız. Şunun için insanların kalbini tutuş bu cihetin pek mühim. Dördüncüsü olsa davetinin insanlar bilen birlikte yaşaşkı boğan hacetmenliki. Davet onda yalğız halatda kılınadigan bir davet emas. İnsanlar kıldıgan davet. Cemiyetine oturup kıldıgan davet. Çünkü davet cemiyetki muhtaç. Onun için cemiyette bulunduğun bir davet bo'lganligi uchun o cemiyetteki insanların kalbini tutuş usluplarını öğrenişimiz pek mühim. Şunun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ömer radıyallahu anhu rivayet kılgan bir hadisinde mundaq degan: "El-mu'minu'llezî yukhalitun nâse ve yasbiru ala adâhum hayrun minel mu'minillezî la yukhalitun nâse ve la yasbiru ala adâhum." İnsanlarga aralashib, ularning aziyatlariga sabr qilib o'tgan inson, insonlarga aralashmay va insonlardan kelgan aziyatga sabr qilmay yashagan mu'mindan afzal, yaxshi degan. Onun uchun, ya'ni men jamiyatga aralashmayman, men o'zim chaqlab yashayman deydigan, bunun pushqatlarda yuradigan mundaq insonlar bu da'vatchi bo'lolmaydi. Da'vatchi degan şu insanların içine kirip, insanların muamellerini körep, insanların kelgen eziyetlerge, onların kelgen dersendilerge sabr kılıp, onun için özünün davetini cari kıldıran kişi hakikaten davetçi olurdu. Yani bu cihetten insanların kalbini tutuş pek mühim. Beşinci muhimlik olsa, insanların kalbini tutuş. Cemiyetninki adamların, cemiyetteki insanların birbiriga bo'lgan yaqinligini ko'paytirdi. Yani bir davetçi cemiyetteki insanların kalbini tutup, ularni bir yerga kelgandan keyin, o bir yerga kelgan insanlar muhakkak şekilde birbiriga yaqinlashmaydan bo'ladi. Birbirini süyüş, birbiriga hürmet qilish, birbirini izzat qilish paydo bo'ladi. Bundaq bo'lgandan keyin jamiyat texmbek yaxshilanadi. Ama bir araya kelinmese insanlar, birbirini söymese, birbiriga izzat hürmet qilmasa, bu jamiyat tugishga qarapmagan bo'ladi. Onun için insanların kalbini tutup, ularni bir araya ekilish bu cihetin pek mühim. Bularning hammasi biz hozir deb o'tgan so'zlarning hammasi insonlarning qalbini qanday o'tish jihatidagi insonlarning qalbini o'tishning muhimligi jihati bu şekilde
buludu. Yani 5 cihatte insanların kalbini otuş pek mühim. Biz hazır dep ötkendek. Endi keleyle insanların ki kalbini otuşunun vesileleri nima? Yani anladık da. Yani insanların kalbini otuş, insanların ki dilini kazanış, insanların köngünü özüge celp kılış meselesi şundak mühimken. Ama mühim bo'lgan bu meseleni qanday icra qilamiz? Bunun vesileleri, bunun yolları qanday degan bu savolga tuandagicha javob beramiz inşallah. Birinci vesile insanlara hizmet qilish ve onların hacetlerini ada qilish. İnsanlar özüge yaxshilik qilgan insonni yaxshi ko'radi. Özünün hacetlerini ada qilgan kishilarga ko'ngil bag'ishlaydi. Onun için insanların kalbini utuş için aldı olan o insanlara yaxshilik qilish, insanların hacetlerini ada qilish gerek. Bana bir ustazlardan birisi, sen davetçi olmakçı olsan, birisinin uyga davet qilman deb bormay, quruq gap qilishdan burun onun uyga 2 kilo alma olib borsang, sening da'vating ondan bakroq ta'sirli bo'ladi degan. Mana bu da'vatchininki uslubi. Her zaman quruq qo'l berish emas, balki de insanlarninki ko'nglini o'tish uchun ba'zi bir hadiyalarni elib berish lozim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisida tahaddu tahabbu. Birbirlerine hediye birenler, birbirlerini süyüsler degan. Yani insanların kalbini otuşununki birinci vesilesi, insanların işlerini qilib berish, onlarga yaxshilik qilib berish. Biz Türklerninki temsili makallalarda bir kahvenin, bir istikan kahvenin 1000 yıllık hatırı var deydiğen sözü var. Yani bir insanga bir istikan ki çay ki kahve bersen, onunki 1000 yıllık hatırı var. O insan şunun tesirini de o sana bundaki ekin sana yaxshilik qiladi degan gapimdi. İnsanlarga shunday yaxshilik qilsang, onun 1000 yıllık hatta uzun yıllar onun hatırı bo'lishi mumkin. Bana falan vaqtda bu adam yaxshilik qilgan va yoki monda ishlarni qilgan, meningki hojatimni ado qilgan degan bir insonda bir psixoloji ta'sir bo'ladi. Va shuning bilan bu inson sening da'vatingni qabul qiladi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlarni faqatlam sözde tebliğ qilgan emas, sözde da'vat qilgan emas, belki de ularning muomala jihatda, ularga yaxshilik qilish bilan, ularga chiroyli so'zlash bilan, ularning hojatlarini ado qilish bilan ularni da'vat qilgandi. Shuning uchun insonlarning qalbini va dilini utuşunun en birinci vesilesi insanlarga yaxshilik qilish, insanların hacetlerini ada qilish. İnsanlar degan vaqtimizda birinci qilib o'zimizningki ahli, ailesi va tuqqanlarimizga birinci qilib yaxshilik qilishimiz kerak. Shuning uchun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mandaq dedi: "Khayrukum li ahlihi va ana khayrukum li ahli." Sizlarning yaxshinglar o'zining ahliga yaxshi bo'lganlar. Mana men bo'lsam, o'zimning ahliga yaxshi bo'lgan kishi degan. Ayşe radhiyallohu anha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ninki nimish qandaq ahvolda, nimish qildiganligi to'g'risida so'ralgan vaqtida Ayşe anamiz radhiyallohu anha mandaq degan: Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o'zininki ailesinin işlerinde buluttu. Ama namaz vakti kelsilam tarat elib namazga chiqatdi deydi.
Yani bir yerden şunu çıkarmaz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özününki vaktini başka işlerde meşgul kılmay, al birinci kılıp özününki ehlininki, özünün ailesinin könlünü utuşka, tirişkanlıkını bu yerden küreleyimiz. Yani namaz vakti namazga çıktı degenden, yani işininki qayışını burun kılış, qayışını kin kılış doğrusudaki başka bir mevzu. Bununla girmeyimiz hazır. Ayşe radıyallahu anh'a degeni qarğa vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam özünün ehliga şunday ahamiyat berip, özünün ailesinin ki köңlünü utuşqa, tirişqanlığını bu yerden bilimiz. Nurgan insanlarımız var, davetçilerimiz var. Özününki ailesiga qaramaydı. Ata-anasıga, oyaki tuqqanlarga, özününki ailesideki ayali veya balalarga olaga diqqat qilmaydi. Ularninki ular özü onun için bek bir muhim emas. İşi, küçe hem başkalarını davet qilsa, shular bilan mashg'ul bo'lsa, bu yetarlik deb qaraydi. Qarab baqsak, o davetçininki ata-anasi onu xafalab qilganlik. Veya ki ailesi o davetçinin talep kılgan şekilde mağmağlık. Davetçi digen sözlerini kılmaydı. Davetçi talada, işte taşkırda insanlarını davet kılışka meşgul, ama ailesi ve bulup mu ayalı onun davet kılgan davetine tesir almağlık. Davetçi başka bir dünyada, özünün ayali veya ki ailesi başka bir dünyada yaşaydıgandek bunda bir ahval meydan keldi. Nime üçün degen vaktimizde bu insan, bu davetçi aldı bilen özünün ailesi köngülşmegenlikten. Bütün hissiyatını berip, bütün küçünü ailesiga baştan qaratıp, aldı bilen ben ailemni ıslah qilishim kerak, ailemnin köңlünü tutuşum kerak, onundan keyin başkalarını terbiye qilishim kerak degan bunda bir ideyada bo'lmay, mening vazifam tabliq qilish, va'z qilish deb masjidlarda, boshqa so'rinlarda tabliq qilish bilan o'tab, o'zining oilaviy ahvoliga diqqat qilmoqlik. Mana Peygamber aleyhissalatu vesselam birinci qilib ailesiga ehtimam berganlik uchun, ailesininki ko'nglini, qalbini utqanligi uchun hozirga qadar biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki ailelerininki faziletlerini o'qib ma'lumotimiz. Qanday faziletlik insonlar aytdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga qanday itoat qilganda bo'lar. Başta Hadice annemiz radıyallahu anhadan başlayıp ahire Ayşe radıyallahu anha kadar hemmesi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın soğuk vaktinde kana huluquhu Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahlakı Kur'an'da deydiğen bu bir xil sıfatını hemmesi sıfatlab kirdi. Nima üçün dese Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ayalları, ailesi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a şundaq yaqinlik idi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şunga şundaq işkence qılatdı ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı her zaman maqtab turatdı. Onun için insanlar, davetçiler ailesiga köngülçse, ailesinin köngülünü utsa, kalbini utsa, ailesinin çoğun destek alalaydı, kuş kuvvet alalaydı davetiga. Ailesi onunla hemkarlaşıdı. Ve belki de davetçi bazı bir taraflarda kemçilik qalsa, ailesi onu agahlandırıp, siz bunda işlerini qilishiniz kerakdi, veya ki falan iş qilishiniz kerakdi, siz onu qilmadingiz, bunu qilmadingiz deydigan bunda bir vasiyatlarni veya ki tavsiyalarni qilishi mumkin. Bu şekilde yardımcı bo'lishi mumkin. Ama ailesi bilan qarab olmay, ailesi ko'ngilchimagan bu xil davetçiler, yani başka ailesiga terbiye berenmegen insan cemiyetke qandaq terbiye berdi. Cemiyet ailesinin köңlünü, ailesinin kalbini utanmagan, onun kalbini, ularning kalbini qazanmagan insan cemiyetdeki yat insanların kalbini qandaq tutsun. Onun için
aldı bilan bu yaxshilik qilgan vaqtimizda birinchi qilib o'zimizningki ailasi, aqrabolarimiz, tuqqanlarimizga ularga yaxshilik qilishimiz, ularning hojatlarini ado qilishimiz lozim. Ikkinchi yaxshilik qildigan kishi, ikkinchi martabadagi kishi bo'lsa, qo'shnilarimiz. Chunki qo'lin qo'shnilarimiz bizga eng yaqin bo'lgan insonlar. Qo'shningga yaxshilik qilmay turib, boshqalarga yaxshilik qila olmaysan. Va yoki qo'shnaning ko'nglini utsang, qalbini utsang, seninki bir kuching, bir kuching paydo bo'ladi degan gap. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan: "Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim jarahu." Kimki Allah subhanahu va taolaga va oxirat kuniga iymon keltirdi ekan, haqiqiy ishonch qiladi ekan, ondaqda o'zining qo'shnisini izzatlisin, hurmatlisin, uning ikromda bo'lsin degan. Qo'shniga hurmat qilish, qo'shnini izzat qilish, qo'shniga ikrom qilish ningki eng cho'ng bo'lsa, uni hidoyat yo'liga, taqvolik yo'liga da'vat qilish, gumrohlik, ozg'unlik yo'lidan to'sashdir. Bundan cho'ng bir izzat, bundan cho'ng bir hurmat yo'q. Onun uchun yani ailemizde qo'shnilarimizga bu şekilde yaxshilik qilishimiz lozim. Va qo'shnimizni yaxshi ko'rishimiz lozim. Qo'shnimizga qo'shnichilik qilish axloqida bo'lishimiz kerakki, oldi bilan qo'shnilarimizga her zaman salom berishimiz lozim. Mayli qo'shnimiz salomimizni olsin, olmasin. Onunla her kurashgan vaqtimizda assalomu alaykum deyishimiz lozim. Mayli o qo'shnimiz yaxshi odam bo'lsin, mayli nachar odam bo'lsin. Men bir do'stim bordi. Bu do'stim nihayat o'zi taqvo, o'zini da'vatchi deb o'ylaydigan bir do'stimdi. Bezamonlar. O do'stim bilan yo'lda ketyapsak, yo'lda bir odam uchrab qoldi, soqolsiz bir odam ekan. Bu odam soqolliqdi. Voy, bu odamga salom bermasdan, o'zining qo'shnisi o odamni ishni o'tib o'tib ketdi. Voy, nimada qilasan, nimada ishni o'tsa bu odamga salom bersa, unda qo'shning o'lgan ekan, degandan keyin bu odam fosiq odam deb menga javob berdi. Yani bu davetning uslubi emas. Davetning uslubi ularga yaqinlik ko'rinish, ularga yaxshilik qilish, ularga salom berish, ularning ko'nglini o'tish. Qo'shnilarimiz og'rib qolsa, onu kurashga berishimiz lozim, onu yo'qlashimiz lozim. Musibat yetib qolgan bo'lsa, musibatida birlikda bo'lishimiz lozim. Onunla teselli berişimiz lazım. Toy türkümlerde onun yanında buluşumuz lazım. Onun kölep kalan bazı bir hatalıklar bulup kalan olsa, hatalıklarını yiyip, onu başka insanlara dep, bizning qo'shnining manda hatalıkları var, manda nachar yerleri var dep onu e'lon qilib yurmasdan, belki de onunki hatalıklarını yögep, şahsi halatta hatalıklarını düzeltishga tirishimiz lazım. Biz yeni başladıkendek onunla her zaman hediye berish, onunla bazı bir narsalarni berish orqali ko'nglini o'tishga tirishimiz lazım. Va bulapmı en muhimi qo'shnilarimizga aziyat qilishdan baq qochishimiz lazım. Qo'shniga aziyat qilgandan keyin qalbini sundirgandan keyin o insonninki qalbini, yurakini ikkinchi qatim o'tish bak tez masala. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam hargizmi
iman keltirmaydi. Hergiz mi iman keltirmaydi? Allah bilan qasamki iman keltirmaydi. Allah bilan qasamki iman keltirmaydi. Allah bilan qasamki iman keltirmaydi. Degandekin Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sahabelerinin bu iman keltirmaydigan adam kim ya Rasulullah degan vaqtida Peygamber Aleyhissalatu vesselam qala allazi la yu'minu jarahu bawa'iqahu. Allazi la yu'minu jaruhu bawa'iqahu. Yani qo'shnusi aziyatlaridan, yomonligidan emin bulanmaydigan insan Allah subhanahu wa ta'alaga iman keltirmaydi degan. Biz bu yerda normal bir insondan bahs qilmayapmiz. Biz bir da'vatchidan gap qilyapmiz. Da'vatchi bir normal bir insondan, normal bir mu'mindan, normal bir musulmondan yaxshiroq bo'lishi lozim. Va undan bakroq sifatlik bo'lishi lozim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam normal bir mu'minniki, normal bir musulmonning sifatini so'zlab, agar qo'shnisi uning yomonligidan, aziyatidan amin bo'lolmaydigan bo'lsa, o inson Allohga hargiz iymon keltirgan bo'lmaydi. Deganligidan da'vatchida bu xil xislatlar qat'iy asla bo'lmasligi lozim. Qo'shniningki ko'nglini yaralash, qalbini sundirish va yoki ularga aziyat qilish, ularning ko'nglini perişan qilish deydigan mondaq yomon axloqlar da'vatchida bo'lmasligi lozim. Aksicha da'vatchi har zaman kulib turadigan, yüzünden tabassum ayrılmaydigan, qo'shnilarga har zaman yordamda bo'ladigan, mayli yomonlik yomon kunlarda, mayli yaxshi kunlarda her zaman qo'shnilari bilan birga bo'ladigan, qo'shnilari onunga yaxshi ko'z bilan qaraydigan, qo'shnilar onunga destekli bo'ladigan mondaq inson bo'lishi kerak. Shundaq bo'lgan vaqtida o inson qo'shnisining qalbini, ko'nglini o'tgan bo'ladi. Va qalbini tutgandan keyin o insonga da'vat qilish oson. Ailemizni ve qo'shnimizni biz sepimizga qatqandan keyin hamda kim qoldi desa, uchinchisi bo'lsa bizning vazifalarimizda, ya'ni ish yerlarimizdagi insonlar, sabdoshlarimiz va yoki yo'ldoshlarimiz. Ularning ko'nglini tutishimiz lozim. Ularga yaxshi muomalada bo'lishimiz kerak. Ularga esil axloq muomala qilishimiz kerak. Şunun için işlerimizde, hizmetlerimizde nurgun insanlar, bazı bir insanların hizmetlerinden hoşal bulup, hizmetlerini kıppegellik için öylerine kayıtqa vakti veya ki başka onunki aldığını çıkqa vakti da onlara rahmet eytip Allah subhanahu wa ta'ala'nın dua talep kılıp çıktı. Ama bazı bir insanlar özünün vazifesini doğru ada kılmaganlık için, onlara hizmetlerini yaxşı kılmaganlık için, onlarını hizmetleri tükendiği için tınlap çıkıdı. Vay goy, onda kıldı da. Ama hizmetini yaxşı ada kılsa, Allah subhanahu wa ta'ala üstüge yükülgen vazifesini doğru ada kılsa, insanların hizmetini hem yaxşı kılgan buludu ve hem de insanlarınki duasını ağam buludu. Şunun için meyle bizler davetçi bo'lgan insanlar, meyle doktor bulaylı, meyle mektepte okutukçu bulaylı, meyle her qandaq bir dairede, bir idarede idareci, kadir bulaylı, insanların şöyle kirdiğen, biz muamele kıldıgan insanların kesbisindeki, olanınki kalbine, dilini tutuşumuz lazım. Yani bizninki bu amellerimizni, bu hizmetlerimizni insanların kalbine, dilini utuş meydanına aylandırışımız gerek. Davetçi degan vaqtimizda davetçi fakat mescidlarni tabliq qiladigan va yoki sorunlar gap qiladigan odam emas. Davetçi o'zininki insonlar bilan bo'lgan muomalasida da'vat qiladi. Ish ameliyatida insonlarga ko'rsatib, insonlarga ulgu bo'lib,
ondan keyin ularga da'vat qiladi. Ularga ta'sir ko'rsatadi. Ular uni doğrab onun yanına keladi. Shuning uchun oldi bilan biz insonlar xizmat qiladigan insonlar da'vatchilar, ya'ni insonlarning ishlarini eng mukammal darajada, eng to'liq darajada qilib berish, ularni kichiktirmaslik, saqlatmaslik va yerim şekilde işlerini qilib bermaslik şekilde bo'lishimiz lozim. Yig'inchoqlab aytgan vaqtimizda vazifa, yani bizning xizmat sahamiz, xizmat maydonimiz insonlarning dilini tutuş bir meydan. Allah subhanahu va taolaning da'vatini tabliq qilish bir meydoni. Onun uchun bu xil maydonlarni qo'ldan bermay, biz insonlardan yiroq tura olmay, biz balki insonlar aralashib o'tib, ularning dilini, qalbini o'zimizga tutishimiz lozim. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam dediki, "Man vallahu shay'an min umuril muslimin." Allah qandoqlarkin bir insonga musulmonlarning ishlaridan bir ishni yıkılgan bolsa, yani qandaqlan bir insan Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki fazla bilen Müslümanların işini kıldıgan bulap qalgan bolsa ve bu insan şu vazifini üstüge elip durup fahtacaba duna hacatihim, olanın hacetlerini ada kılmay turvasa ve hallathum olan taşlavatsa ve hallathum ve faqrahum, olanı kembegal, yoksul derecede bir şekilde taşlavatsa ihtacaballahu duna hacatihi, Allah subhanahu wa ta'ala mı onun hacetini ada kılmaya taşlavatıdı ve halatu ve faqrahu ve onu kembegal şekilde koyup koydu kıyamet günü degen. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki bu gazabega uçramasligimiz uchun Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki bizge bergen vazifelerini to'liq şekilde icra qilib, insonlarning qalbini utishimiz, hedefimiz, g'oyamiz, qanday qilsam qilib bir insonni mening safimga kirgizmanki, mening bu dinimni unga yetkazmanki deydigan bunday bir ideyada ular xizmat qilishimiz kerakki, shunda qilgan vaqtimizda insonlarning qalbini uta olamiz, insonlarning dilini kasb qila olamiz. Nima uchun bu üç xil sahada to'xtalib o'tdingiz? Yani birincisi tuqqanlar, ikincisi qo'shnilar, üçüncüsü bo'lsa xizmat maydoni. Bu üç yani zikr qilib o'tdim. Belki de nurg'un yerlar bor. Ama bu üç xil yani deb o'tishimning sababi, çünkü mushu biz insonlar ko'pincha jihatda mushu üç xil sahada bo'lamiz. Ya ailemizde bo'lamiz, ya qo'shnilar bilan birga bo'lamiz, yoki vazifada bo'lamiz. Yani bizning maydonimiz 3. Shuning uchun bu üç xil maydonda biz insonlarning dillerini kasb qilishni o'zimizga vazifa qilishimiz kerak. Yani birinci vasile bu. Yani insonlarning qalbini tutish uchun ular bilan yaxshi muomala qilish, ularga yomon axloqda bo'lmaslik, ularning ko'nglini utishga tirishishdan iborat bu vasila bu. İnşallah kelar qatimdagi programda bu vasilalarningki ikkinchisi bilan davom qilamiz. Chunki insonlarni kasb qilish vasilalari nihoyat jiq. Yig'inchoqlab o'tkazsak bu vasilalar 10 xil vasilada to'xtalishi mumkin. Yig'inchoqlashi mumkin. Bugun biz bir vasilani deb o'tdik. İnşallah kelar qatimda, kelarki programda ikkinchi vasila to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bugunlik qarindoshlarimizning Allah subhanahu wa ta'alaning qarindoshlarimizga rahmat qilishini, hammamizni hidoyat yo'lida mustahkam qilishini, batilga qarshi turishda biz hammamizni sabit qilishini tilaymiz.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي